Yo WhatsApp, Neger, bo'ldi obunachilar. Bugun sizlarga Minecraft top 3 ta klonlarini o'ynab ko'rsataman. Siz esa bu videoni ko'rishda davom eting va biz boshladik. Birinchi o'yin haqida qisqacha ma'lumotlar bersam, u o'yinning ismi Realmcraft va u 100 million martadan oshiq yuklangan. Xo'sh akalar, birinchi o'yinda unda biz boshladik to'g'rirog'i. Buni ismi Realmcraft degan o'yin ekan. Menimcha normalniy grafikalari, lekin pastdagi mana narsalari, inventar qo'ygan narsa. Wow! Anchina yaxshi ekan lekin. Shuncha hayvon bor ekan. Tuxumlariga uni rasmini qo'yib yaxshi qilishibdi. Ismini bilmagan odamlar misol uchun shu rasmdan topsa bo'ladi. Toshbaqachog'i misol uchun. Bu nima ekan? Nima chiqaradi endi bu? Slime mi bu? Slizm deb qo'yibdi, endi nimaligini bilmadim. Xo'sh, bu salyutlar, rudalar, olmos chiroyli ekan lekin. Almas, izmrud nima? Hay, urug'lar cho'g'i bular. Keyingisiga antiqa narsalar ko'p ekan bular. Junga. Yarimtalik blok. What the fuck? Qanaqasi bu yarimtalik blok? Voy. Ebi. Hay, bir aylanaylik yana. Sekin ham yuribdi. O'zimizdan ko'raylikchi. Iya. Ana biz. Shunga narsa. Uncha normal narsasi, sal yaxshiroq narsalar bor ekan u. Uncha zo'r emas. Stop. Okalar, meni YouTube kanalimda global kalla qo'yar muammo paydo bo'lgan. Nima desanglar, kanalimizda 97% odamlar obuna bo'lmay ko'radi. Bu muammoni hal qilish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Endi biz videoga qaytamiz. Shuning uchun akalar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. O'shani aylanib ko'raylikchi. Mayli akalar, bu birinchi o'yinimiz edi. Qolganlarida yana ikkita o'yin bor. Keyinroq yana boshqa o'yinlarga ham o'tishimiz kerak, shuning uchun vaqtimiz kam. Bu o'yinga men grafika sal normalniy ekan, lekin uning uchun barlarni juda toza o'ldirishdi. Odamni. Mana qaranglar. Odam yo'qmagani uchun sal minus qilaman. Balni grafika sal yaxshi emas, lekin qo'shimcha narsalar borligi uchun men bu o'yindan 6.5 bersa yetadi. Normalniy o'yin, sizlar o'ynab ko'ringlar. Ana unda ikkinchi o'yinga. O'sha akalar, endi ikkinchi o'yinimizda Logicraft X deb nomlanadi. Bu Play Marketda 100 million oshiq odam yuklagan. Menimcha yaxshi o'ylayman. Normalniy shedevrli. Lucky block. Tayyor merlar bor ekan. Bizga yangi mer kerak, bizga mana merlar kerak. Reklama rasmlariga hozir mana shu yerlar chiqdi. Uchtasi chiqdi. Ana shularda shedevrli qilib ko'rsatilgan. Qani ular haqiqatan shedevrlimi yoki bular hammasi reklamami? Ko'ramiz. Yaxshi. Yana har doimdek mana o'tlar yoqmayapti menga. Barglar ya'ni. Ipashansan grafikasi yaxshi. Suvlar. Mana o'zimizdan ko'raylikchi. Ebi. Kimniskini bu o'rdak? Bilgani yozib qo'yinglar. Xo'sh. Grafikasi yaxshi. Pikselchalari, boshqa narsalar hammasi yaxshi joyda. Yaxshi. Grafikasini shu bitta barglar yana yo'qmayapti menga. Bu qanaqa joy?
Quyonmi? Oltin blok. Oo, normal narsalar bor ekan-ku. Nima yozilgan? Offering chest. Chumam. Buncha bu narsa bom. Foydasimi buni? Oltin blok bor ekan. Bu vyijvaniya qilayotgan vaqtda sal foyda berishi mumkin. Har qadamda quduqlami? Endi nimanidir ko'rdim, tamom yo'laga. Ya, yo'q qaydan o'tgancha. Ya, narsalar-ku. Bismillah. Bu qanaqa uy-joyni? Ko'rinishdan normalmi? Eng qizig'i bu vyijvaniyaga chiqsa hay, bunaqa uylar. Bu uylarni kim qurgan? Ichiga normal narsalar bor hay. Ibi. Bu qanaqachim bu? Buni katta bino. Eng qizig'i ichga nima bormi? Zebra ham bor. Yo xudo. What the fuck? Nima edi bular akalar? Hamma yoqda spawner. Tepasi shuncha. Anavi, mana sunduq. Yo! 7 ta olmos. 10 ta. Akalar o'zi bo'yimiz ayo. Qizig'i akalar, buni mana bu yo'q. Hamma yo'q yopiq. Spawnerlar bor. Lekin skeletlar men hayvonlar yo'qmoqchi edim, bor ekan. Muhabbatda sunduq shuncha narsa bor ekan akalar. Bunaqa joy bitta to'p bo'lsalaring maza qilasizlar, lekin tirik qolishlaringiz amal maholda. Chunki menimcha bu akalar bug bo'lib qo'ygan bo'lsa kerak. Har bittasidan shuncha narsa chiqsa, menimcha akalar tushundimmi? Pastdagi etajlarga bunaqachun rudalar, oddiyroqlar qaranglar, oddiy prosta temir berilgan. Tepaga qarab chiqib ketaverganlar sari katta yaxshi rudalar beriladi. Eng tepasiga qarsalaringiz temir yo'g'imi? Mana temir yo'g'imi? Hammasiga almaz, oltin. Ibi. Bu o'yin ancha qiziqarli narsalarni chiqaribdi akalar. Havo sharmi? Böyle tushay. Nima bor ekan shu? Men normal narsalar bor ekan. Ibi. Buncha qiziqarli narsani chiqaradi bu o'yin menga yoqdi. Normal o'yin ekan, lekin 100 mingta odam yuklagan ekan bu o'yinni. Lekin bundan yaxshi o'yinga lekin 100 mingta kam odam yuklagan. Menimcha o'ziga yarasha kamchiliklar bordir. Balki o'sha kamchiliklar men ko'rmagandirman holi. Qabrmi? Xristian dinimi? Qabr. Ibi. Tavba qilib qana shu. Boyki bu nima balo? Xullas akalar, bu o'yinga yetadi. Bu o'yinga barlar normal ekan. Aynan demak bu shunaqa daraxtlarni, endi boshqa ko'rgan daraxtlarimizda bargi sal neto ekan. Shu savannalarga ham kelgan. Xo'sh akalar, bu o'yinim normalniy. Bu o'yinga men
Film bor, har xil hamma narsa joyda bo'lgani uchun o'yindan o'yin berish noto'g'ri, 9 beraman. Yaxshi. Endi biz keyingi o'yinga o'tamiz. Endi keyingi o'yinimiz Mastercraft deb nomlanadi. Bu ham Play Marketda 100 mingdan ortiq marta yuklab olingan. Endi buni ham obzor qilib, endi ballni aytamiz qancha qo'yganimizda. Yaxshi boshlandi. Menimcha normalni. Bu 3-o'yin. Endi bu safardan videolarimizda 3 tadan Minecraft klonlarini obzor qilib boramiz. 5 tadan qilsak vaqt yetmay qoladi. Yandagi o'ljakcham yana. Nima balo? Ikkovim bir xilmi? Yo'q, uni bo'lishi mumkin emas-ku. Aylanib ko'raylikchi. Agar yanda ko'rganimizdek binochilar chiqsa, demak 100% chopilgan deymiz bu o'yindan. Yo, u yandagi o'yin Minecraft X bundan chopgan yoki bu undan chopgan. Wow. Chiroyli qaranglar bu joyda. Sizlarga yoqdimi yo'qmi bilmayman, lekin menga yoqdi. Shu birinchi narsasi chiqdi. Endi shunaqacha ko'rdik. Narsalarni tekshiraylik. Agar narsalari bir xil bo'lsa, narsalar lekin hozircha bir xil. Menimcha salatdan hidi kelibdi-ku. Xo'sh. Yandagida qurilmachilar yoki binochilar chiqsa, ya'ni ikkitasi chiqsa, hozircha bittasini ko'rdik. Ana ikkinchisi ham o'sha kelib. Mana. Wow. Qanaqa joy ber. Asalarilar uyasimi? Mana bu yerdan atrofda ar uchirish kerak, lekin nimalar uchiribman bu yerdan? Bitta ar ko'rdim hozircha men. Ana nima borligi ham qiziqamanda. Buni ichida spawner bor ekanda. Daraxtni nima ichini ham bular qilib tashlabdi hamma yerdan. Polni hamma yer bularniki eganda bu daraxt. O'z bera vijvanaga qo'yib bular cho'qamisiz? Kimni bilsa ham. Bu lekin buni biz ko'rganmiz yanda o'yinda yangi qo'shilgan bo'lishi mumkin. Yana bitta o'shanaqa narsa topsak 100% chopilgan deymiz. Nimadir ko'rdim. Men ko'zim teraydi. Qanaqa joy ber. Böyle prosto to'shagan. Yangi hayvonda bo'rsig'im bu. Qaysidir hayvon. Va mana 3-dalil. Yanda bu uyni ko'rdik va o'sha uy yana. Chekraychi. Ichigacha bir xil. Ichigacha barcha narsalar bir xil. Qaranglar, tepa nima borligini ko'rib qo'ying. Endi ko'rib borgan. Sirli tarzda yashiringan. Yo'lbarsim bor ekan. Mana yana bitta spot. Xullas akalar, bu o'yinlar ayniqsa bu o'yinmi yoki Minecraft X yoki bu o'yin bir-biridan chopgan. Qaysi o'yinni bilmadim-ku. Yandagi fikrimni endi o'zgartiraman. Yanda ikkinchi o'yinga 10 dan 9 bergan bo'lsam, 10 dan 0 beraman. Unga ham 10 dan 0 beraman. Chunki ikkovi ham chopilgan bir ravdan. Bu umuman yomon narsa. Sizlar ham bu narsadan chopmaylar. Daraxt chopilganidan ko'ra. To'g'ri, endi siz ham chopibsiz, men boshqa ham shu videoni qilgan desalaringiz mumkin. Lekin men 100% hammasidan chopganman. Faqat ideyani o'g'irlayapman, chopmayman. Qolgan narsalarni o'zim qilyapman men. Yana bitta antiqa joyi mana bu yerda. Bu
bu o'yin odamlarni shuni mayda shu plus taraf bilan qiziqtirganda odamlarni. Shunaqa olmos. Odamlarni shunaqacha qiziqarli joylar bilan qiziqtirganda. Xullas akalar, mayli keyin joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha bu videoning tagida 15 ta like bo'lishi bilan biza Minecraft 15 ta emas, sizlar 10 ta like tez qilib tashlalaring. Shu uchun 20 ta qilamiz. 20 ta like qachon qilsalaring, biza shu videoni 3-qismini chiqaramiz. Chunki faqat OneBlock bilan bu videoni chiqarishdan ma'ni yo'q. Boshqa videolar ham chiqarish kerak, qiziqarli. Ularga ulgurmay qoldim. Sizlar tez qilib tashlalaring. Zerikmanglar akalar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Ciao.